Assalomu alaykum og'aylar. Hammangiz salomatmisizlar. Mana bugun bizlar Kenjoy akamning shunday yaxshi kunida o'tirgan ekanmiz. 60 yoshlari qutlug' bo'lsin. Shaxsan checham bilan rohatini ko'rursinlar. Ko'p yashasın, Xudoyim bergan yoshlarda yashasın. Orqamizda shunday tog'imiz bor deb quvonib yurganmiz Xudoyim. Bahorning gullari sizga guldasta. Qalbimiz tabrigi sizga payvasta. Ming asr yashangu yana bir chorak. Bugungi tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Kenjaka sizni bizlar juda yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli og'aylar, qavm-qo'shni qarindoshlar. Shunday bizlarning bir yaxshi kunimizga yig'ilishgan ekansizlar, tug'ilgan kun munosabati bilan hammangizga katta rahmat. Shu dedam umrlari uzoq bo'lsin. Bizning yaxshi kunlarimizda bosh bo'lib o'tirsin. Sog' bo'lsin opam bilan. Hammangizga rahmat. Assalomu alaykum og'aylar. Yaxshi kunlarimizga kelganingizga rahmat hammangizga. Ata tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. 60 yoshingiz qutlug' bo'lsin. Bizlarning baxtimizga, bolalarimizning baxtini, aqllarimizning baxtini sog' bo'ling. Opam bilan qo'sha qaring. Yaxshi kunlaringizda yanimizda bo'lgaysiz. Tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Bizning vaqtimizga sog' yuring, 100 yoshlarga kiring. Men aytaman. Tabriklayman, 100 yoshlarga kiring. Ata tabriklayman, tug'ilgan kuningiz bilan. Ata tabriklayman, tug'ilgan kuningiz bilan. Oldimizda sog' yurgaysiz, 100 yoshlarga kiring. Ata tabriklayman. 100 yoshlarga to'ling. Ata tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, 100 yoshlarga kiring. Hamisha sog' bo'ling. Hammamizning azizda sog' yuraylik Xudoyim. Ata tug'ilgan kuningiz bilan Sirtda yurgan O'ktam, Ismoil, shularning nomidan Muhammadjon, Abbos, Rasul, hammasining nomidan tabriklaymiz. Xudoyim 100 yoshlarda yashab yursinlar. tug'ilgan kuningiz bilan oldimizda sog' yurgaysiz. Ata tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Baxtimizga sog' yurgaysiz. Har yigitni yolg'iz do'sti, ey faqat ota bo'lar ekan. Yiqilganda yonida u qanot bo'lib turar ekan. O dada, siz meni qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Hayotda men ishongan odamimsiz, odamimsiz
bo'lar ekan. Dadalar o'z bolasiga yo'l ko'rsatib turar ekan. Duolarim olib qoling, bir kun armon bo'lar ekan. Oh dada, siz meni qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Hayotda men ishongan odamimsiz, odamimsiz dada. Yolg'izim dada. Siz meni qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada. Men sizdek bo'lgim kelar, sizga o'xshab yurgim kelar dada. G'amxo'rim dada. Yaxshi yigitlar. Mana buni Kenjavoyning otına ko'p yaxshi tilaklar, istaklar bildirib Xudo hammasi javob bo'lsin. Kenjavoy do'stim, mana bugun 60 yoshga to'libsan. Tabriklaymiz tavak kuni bilan. Umring uzoq bo'lsin. Kechqurungi bilan qo'shiq qarg'aysan. Yaxshi kunlaringda, quvonchlaringda mana shu jo'ra do'stlar, barisi og'ayin to'g'onlar, Xudoylar bari kelib qatnashib nasib etsin. Mana bolalar tarbiyalab Xudoyim shu bolalardan aqtiq, cho'g'liq, yovliq ko'rishni nasib etsin. Oydanga birda yaxshi kunga, quvonchga, to'y tomoshaga kelishni nasib etsin. Hemen önünde şunda yaxshi kunlar olsun. Sağ salomat. Aylandır çocuğu. Hani izler? Yani hemen önünde şunda kuançka yüvdelerine barışmaya saklasın. Tamam mı? Buna var. Var. Ziyoma. Zinnet ziyoma dedi var. Yatıp kalaversen arkaya kengişlik 18 süt arkaya. 28. Tamam. Var. Var o. Körpe dişek getirdi. Alt su tekine. Basın. Gelin. Bak derken konusu nasıl kalın ondan çıkıyor. Ben yemeği kazanmak böyle. Arağım bağ. Kudanın yanında oturma. Bir sigara girmiş mi? Bir toz aytacak mı? Ben onu işte. Ona bak derken hürmetli olarak kazanır mı o men? Toz aytacak. Hürmetke kara hürmetke. Hürmetke kara gidiyor. Ay bereket. Toz mu? Bak derken hürmetli onu. Amcaka. Şimdi bana kamera getir bile bütün. Benim bak derken oğluna kusura Yaxşı. bakma. Bile bir toz ayt vereyim. Şağını aç beni tutuyorlar. Rahmet. Bile bir tilak ayt vereyim bacağına derşine. Ala yaxşı ağaylar, xudalar, xudabolar, quvonchilar, obalar. Hoca, to'lg'an kunlaring qutlug' bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xudoyim bolasiz bilan teng qatnashib, uloqdan hayotni ko'rmak nasib etsin. Rahmet. Hukumatimizga ham ming rahmat. Biladi, 60 ga keldi, charchadi. Endi bu yerda dam olsin. Bu yerda o'zim pul bering deydi-da. Ana shu pul olib yurib kelding endi yoki pul olaverasan. Hukumat yok deganda. Yoki hukumat pul beradi, olib beradi. Ana shu kelgan kelsa, Xudoyim shunday kunlar hammangizga nasib etsin. Yurt tinch bo'lsin. Razni rabotchi deb beraman, yu deb beraman. To'lg'an kunlaring qutlug' bo'lsin. Hukumat ham shu qarabiyat deb pul olsin deb yonda charchidi bu deydi-da. Razni rabotchi deb beraman. Ya, razi emas, umuman. Yoki uyda pul olaverasiz. Har yerga kelaveradi. Yoki dam olaveradi. Hukumat biladi bu narsani. Sharifov aytim. Ay shu bilan yetaveradi. Sharifov aytim. To'sagan aytdim qo'shni to'sna qo'shilamiz. Xudoyim Kenjavoyning umri uzoq bo'lsin. Shaxsiram bilan tek qartashsinlar. Bolalarning qizig'ini, aqllarini ko'rib yuravergay. To'g'ri kunlar muborak bo'lsin. Rahmat.
Siz arak içmeyin, yaxşıman, çay içip duralım. Maşinda, 69. Mene ekan bugün 60 yaşqa tolgan ekan, şunun tuğgan günde oturgan ekanmiz. Xudayım kişiselen menen teң qartaş ballarının kızlığını görgey, aqtık görgey, çavuluq görgey, yavuluq görgey, Xudanın bergen yaşını yaşap ballarının elinde sağ oturgay Xudayım. Kence menen şeselen mene tuğulgan günlerinde oturgan ekanmiz. Baxtlı bolsun, hemme wagt şu ballarının rahatını körüp durmak nasip etsin. Ballarını üylentirip, kızlarını çıkarıp, aktık, çoğuluk, suyup oturmak nasip etsin. Tebrikliyim. 100 yaş yaşasın. Bakar söyle. Şahsenemçi, Joya dayı tebrikliyim. 60 yaşınızdan. Sizlerge sağlık dileyim, uzak ömür dileyim. İkiniz hoş akarıp, mene ferzentlerdi, baktı kamalını görüp oturupsiz. Aktıklardan baktı kamalını görüş nasip etsin. Həmişə ömrünüzə, rızkınıza bərəkə versin. 100 yaşlarga çıxıb, həm oxuğanı, şu qardaşlarının əlində sağ salamat yergəysin. Bunlara söyle. Mine bugün Kenci Aydın 60 yaşına tulgan gününe kiyip oturgan ekemiz. Şahsen emikövüne sağlık dileymen, uzak ömür dileymen. Daim ballarının kızığını görüp hem muaq yaxşı günlerde yürü örgeyler. Şimdi ekam tolgan gün eken, çiçeği tebrikliymen, hoş akarınlar. Hem vaq sağ bolun, hacıyına, hacı mama bulmak, hacata bulmak nasip etkey Xudayım. Sağ bolunlar. Devletim otem var, devletim otem var. Ah mening mehriban anam var. Yanımda yürerler, yanımda yürerler. Beni yaxşı görerler, akem var. Devletim otem var, devletim otem var. Ah mening mehriban anam var. Yanımda yürerler, yanımda yürerler. Beni yaxşı görerler, akem var. Dünyadaki mening yakın insanlarım, insanlarım. En yaxşı günde yanımda durgan insanlarım, insanlarım. Dünyadaki mening yakın insanlarım, insanlarım. En yaxşı günde yanımda durgan insanlarım, insanlarım. Atalar oynasın, onalar oynasın. Güllerin kollarıga yayrasın. Yanımga kelinglar, dualar beringlar. Oynasa yaxshi kunda oynasın. Atalar oynasın, onalar oynasın. Güllerin kollarıga yayrasın. Yanımga kelinglar, dualar beringlar. Oynasa yaxshi kunda oynasın. Dünyadaki mening yakın insanlarım, insanlarım. En yaxşı günde yanımda durgan insanlarım, insanlarım. Dünyadaki mening
kishnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Qalamlarim ko'zlarim yoqay, yoningizga yuguray cho'qay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, ko'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, xokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolama jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, ko'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, xokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardim yegan har o'g'il qizni, zoriqtirmay o'stirgan bizni. Ota bo'lib Kenjoy akamizning 60 yillik yubileyi hisoblanadi. Kenjoy aka, mana shu tug'ilgan kuningiz bilan, tavallud ayyomingiz bilan, 60 yillik yubileyingiz bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Ilohim 100 yoshlarga kiring, Shohsonam onajonimiz bilan qo'sha qaring, doimo baxtli, saodatli bo'ling deymiz. Mana shu nevaralaringizning to'ylari ham, to'ylarda ham mana shunday jam bo'lib, quvonib yurish sizga nasib ro'z aylasin deymiz. Biz Musofirdagi Ismoil o'g'lingiz O'ktam va Sevara qizingiz Abror o'g'lingiz nomidan chin qalbdan muborakbod etib keldik. Mana shu Musofirdagi o'g'lingiz Ismoil aka sizning ko'nglingizni xushlash uchun, ko'nglingizni olish uchun chin qalbdan muborakbod etib bir qator sovg'a salomlar ham olib keldik. Ya'ni kaba, joynamozi va chapon. Uni ham hozir kiydirib ko'ramiz. Menimcha razmeringiz bo'lsa kerak. Shohsanam opa, qo'sha qaring. Sizning ham umringiz uzoq bo'lsin. Sizning 1 yildan keyin ham yubileyingiz bo'lar ekan. Kelasi yilga ham kelib tabriklab o'tirmoqlik nasibi ro'z aylasin deymiz. O'g'lingiz Musofirdagi Ismoil aka nomidan she'r o'qib eshittirmoqchiman. Ismoil akaning nomidan deb qabul qilasiz. Bu dunyoda biror kami ko'stim yo'qdir. Sizdek mening sadoqatli do'stim yo'qdir. Duoyingiz asrar meni ko'nglim to'qdir. Boringizga shukr deyman otajonim. Siz bor sabab bu hayotda baxtim topdim. El ichida xizmat qilib taxtim topdim. Gar qiynalsa
yoningizga darrov chopdim. Madadkorim o'zingizdir, otajonim. O'z yo'limni topdim tutib qo'lingizdan. Yurdim doim siz ko'rsatgan yo'lingizda. Bugun xabar ololmadim holingizdan, shodlik to'la ummonimsiz, otajonim. El ichida obro' topdim, bek bo'ldim. Olqish oldim, ustozlarimdek bo'ldim. Siz bor sabab baxt va quvonchga to'ldim. Boshimdagi tojimdirsiz, otajonim. Kenjovoy akamiz va Shohsanam onajonimiz doimo sog' salomat bo'lishsinlar. Mana shunday tug'ilgan kunlarning, yaxshi kunlarning keti uzilmasin. Mana bugun tug'ilgan kun, lekin to'ydek bo'lyapti. Odamlarni qarang. Va yana Doniyor o'g'lingiz ham bor ekan. Ular ham tabrik yozibdilar. Shularni hozir o'qib eshittirmoqchiman. 60 yosh muborak bo'lsin. Mehribon otajon. Aziz va hurmatli otajonimiz. Bugun siz hayotda ulkan bir bosqich 60 yoshga qadam qo'ydingiz. Bu yosh mehnat bilan to'la umrning halollik va sabr bilan yo'l bosilgan hayotning ramzidir. Siz bu uchun mehr manbai, toqat va bardosh namunasi, sabr va halollikda tengsiz ustozsiz. Yer bilan do'sti bo'lib, har bir donni terib, har bir hosilga ter to'kib yetishtirdingiz. Mehnatingiz barakasi, qo'lingizning kuchini har doim his qilamiz. Yana bir fazilatingiz oshpazligingiz. Siz pishirgan palovning hidi uzoqdan yurakni tortadi. Har og'izda samimiyat va mehr bor. Uyda sizning oshingiz, dalada sizning teringiz, qalbimizda esa doimo sizning o'rningiz bor. Bugun sizni tabriklab chin dildan tilaymiz. Sog' bo'ling, doimo kulib yuring. Umr yo'lingiz yorug', qo'lingiz doim duoda. Yuragingiz xotirjam bo'lsin. Sizga uzoq umr, baraka va cheksiz baxt tilaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak, otajon. Mehribon dehqon otamga 60 bahorni ko'rdingiz yelka bilan. Hayot sizga berdi izzat, hurmat bilan. Qo'lda bel, yurakda mehr sizda bor. Har bir hosil ortida sizda gan iz bor. Dehqon otam, mehnat sizga suyanchiq. Yerga sepgan urug'ingiz bergan shukurli pishiq. 4 faslni to'g'rilab o'tkazdingiz rost, bahordan to kuzgacha ter to'kib post. Shirasiz palov dunyo tan olar. Qo'lingizda tuz va dug' har kim maqtar. Osh ustida hazil, ko'zda samimiyat, bunday otaga bo'ladi faqat maqtov. Sizning hayot yo'lingiz darsga to'la. Sabr, halollik, mehr bo'ldi do'stu yo'la. Otajon, siz bor joyda ko'ngilda nur. 60 yosh bo'y boshi oldinda huzur. Yana bir bora chin qalbdan muborakbod etamiz. Mana bugungi quvonchli kunda, quvonchli oqshomda barcha yaqinlaringiz jam bo'lgan, kelasi yillarga musofirdagi o'g'lingiz Ismoil aka va O'ktam aka ham jam bo'lib birgalikda nishonlamoqlik nasib ro'za aylasin deymiz. Bir etak nevaralaringiz bor ekan, mana shularning baxtu kamolini, o'qishlarga kirganligini va to'ylarini doimo ko'rib yurmoqlik nasib ro'za aylasin. Mana shunday yaxshi kunlaringizni keti hech qachon uzilmasin deb qolamiz va mana shu yerga tashrif buyurgan yaqinlaringizdan tabriklar eshitmoqchimiz va eng avvalo eng yaqiningiz bu turmush o'rtog'ingiz hisoblanadi, yelkadoshingiz Shohsanam onajonimizga so'z navbatini bersak, sizdan boshlasak onajonimiz va o'g'illaringiz sizni kuzatishadi mana shu YouTube ijtimoiy tarmog'idan. O'zingizni salomingizni ham yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Marhamat. Şu meydanda yürgen bağlarıma rahmet. Şu atasının şu gününü inşallah şunday tedbirler ötkazib atırken bağlarım Xudayım baxtlı boğaylar. Xudayım yollar yarığı boğay. İşleri yürüşüp şunday cinagan tergenleri yaxşı günlerge, ağaylarga buyururge Xudayım.
xo'jayinimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Uzoq yashag'ay. Shu xo'jayinim bilan ko'p yaxshi kunlarni ko'rib birga uzoq yashab yuravergaymiz. Baxtimiz sog' bo'lg'ay Xudoyim. Tabriklayman. Rahmat Qaytajon, bildirgan tilaklaringiz ijobat bo'lsin deymiz va Kenjavoy akamizning ukalariga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Mana shu bugun bolalikdan o'ynab o'sib turib quvonch bo'lib 60 yosh. Shunday 60 yoshda ko'rib shu farzandlarni nasib qilsin. Farzandlarning o'ylaridan bosh hammani yaxshi yurishini ko'p bo'lsin. Men bir narsa tushunmay qoldim. Balki chiroyli so'z bo'ldida ben sevaman deb aytaman. Sevaman deb aytsin. Baxtli bo'lsin bolalarning hamda. Nega ochiq qo'yib Rahmat Katakon, juda ham chiroyli tabriklar bildirildi. Mana shu yerda o'g'lingiz sizga niyat qilib sovg'alardan chapon bor. Shu chaponni kiyib ko'rsangiz juda ham xursand bo'lardik menimcha. Sizga Allohdan loyiq kelsa kerak, marhamat qilib qabul qilib olasiz. Keyin degan jami so'ylavering. Tabriklarni eshitishda davom etamiz. Marhamat. İşte kiyip Tug'ilgan kuniga ham ya desa, yuguraylik. Tabriklaymiz. Xudoyim bersin. Shaxsan bilan teng qardoshlar. Onlarning qizini ko'rib yuraversin. Seni qardoydim ham shunday kunga yetirgayman. Rahmat Katakon, Kenjavoy aka mana shu o'g'lingizning sovg'asini ko'p o'rnida ko'rasiz. Allohim kelasi yillarga ota-onangizni, ya'ni Shohsanam onajonimizni va Kenjavoy otajonimizni hajlarga olib borish nasiba ro'za aylasin deymiz, hajlarga jo'natish. Va tabriklarni eshitishni davom etamiz. Marhamat, Kenjavoy akamizning opalari bo'ladilar, adashmasam marhamat. Dayın tabriklayman. Ertaklarda aytadiku, tog'li toshlar oshib keldim deb. Men tog'li tosh oshmadim. Jo'shqin Amu daryoni kechib keldim. Daryoning aylanida qaralar hammasi sizni tabriklaydi. Xudoyim kecha bilan qo'sha qilib, farzandlaringizning baxtli kamolini ko'rib, aqllarning baxtli kamolini ko'rib, yurish nasib etsin. Hamma qarindoshlar bilan birgalikda quvonchingizga sherik bo'ling. 100 yoshlarga kiring doim. Rahmat Katakon. Bibijon onajonimiz opalari ekanlar. Bibijon onajonimiz mana ko'tarib Allohim sizning ham umringiz uzoq bo'lsin. Menimcha orangiz unda katta bo'lsa kerak, ko'tarib boqqan bo'lsangiz. 2 yoshmi? 5 yoshmi? 5 yoshingizdan ko'tarib boqqan ekansizlar. Kuch-quvvat yana ham qarab yuring, hali yosh, 60 yosh, 100 yoshgacha ham shunday yonida. Yana chiqdi 6 yoshga. Yana chiqdi 6 yoshga. Yana chiqdi 6 yoshga. Ular yoshga chiqsinlar, 15 yoshga chiqsinlar. Allohim yaxshi insonlarning umri uzoq bo'ladi. Allohim Kenjavoy akamizning ham hali umrlari uzoq bo'ladi. Marhamat qilib siz ham tabriklaringizni bildirib qo'ysangiz. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun ukamiz 6 yoshga chiqib 7 yoshga qaryapti. Xudoning
bergen yaşını yaşasın. Şahsenem bilen tek kardeşim şolar. Baktına taktına suyanıp oturmak nasip etsin. Münasebelerim sağ bakay Kudayım. Sen yüreken bu bakay. Okanımız şu. Bu bakay. Mevke Kudayım sağ bakay Kudayım. Çakı. Rahmat kattakon. Gulbahor chechamiz ham bor ekanlar. Ularga ham so'z navbatini bersak. Agar o'tirgan bo'lsangiz bezovta qilmaymiz. Hozir yoningizga boramiz. O'tiraverim. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davlatdoshlar. Mana bugun o'sha Kenjoyning tug'ilgan kunida o'tirgan ekanmiz. Tabriklayman. Xudoyim 100 yashasin. Qo'shnim bilan qo'shaq qarasin. Akangam bilan ham tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Bolalarning qizlig'ini ko'rib o'tirmak nasib etsin. Rahmat kattakon, sizning ham umringiz uzoq bo'lsin. Kenjoyning tug'ilgan kuniga kelib o'tirgan ekanmiz. Shaxsanam bilan Xudoyim sog' bo'lg'aymoq. Keyin qartayg'ay bolalarning qizlig'ini ko'rib, hamma to'y deb yuravergaylar. She'r aytadi muallim. Ardayım şu ötmesin, yöngün çırağın. Işıldayınır sotsın, çeşmi kararın. Eğer çınar bulsan, çınar deyip yaşa. Eyvah üzülmesin, bir har yapayım. Kendiler, tabriklayın. Xudoyim akamning yaşamagan yoshlarini bersin. Kecham bilan teng qardoshim. Doim hech qachon g'am ko'rmanglar. Ben hamisha shu bilan aqtlarimsin, bolalarimsin rohatini ko'rib, aqtlarimsin to'ylarida ben bosh bo'lib yuravermaysiz. Ben shu bilan akamning yana bir marta aytaman, yashamagan yoshlarni bersin. Ata tabriklayman, baxtimizga sog' yurgaysiz. Şeyden memnun oldum. Oldu söyledik ya mı? Ata tuğan gününüzden tabriklayman. Kendilerine Xudoy 100 yoshlarni qarshilag'aysiz. Aqtlansın, baxsın, bizning baxtimizga. Hammamizning baxtimizga sog' bo'lg'aysiz. Ayapa kenjeke sizlarga uzoq umr tilayman. Sog' bo'lgaysizlar Xudoyim. Ayapam bilan teng qardoshim. Hojilarga borgaysiz. Xudoyga shitingen nomdan tabriklayman. Yaxshi kunlarga keling. Yolunu bergen Xudoyim. Şöyle yirtirdi. Xudoyim hammamizga ham yuqqay Xudoyim. Kenjaga ayapam bilan teng qardoyim. Necha qanjallab kunimiz bo'lmagan. Hamisha quvonib shunga kelsak, yaxshi kunimizga kelik. Safarda yurgan bolalarim amalga kelgan Xudoyim, Ismoilam, Ruttamam. Shu yerda o'zlar. Hammasining yaxshi kunda Xudoyim qo'ylarida turgaymiz. Sog'lik tilayman Kenjaga 100 bo'lmasa 105 yasha. Aya qaragaman. Sizga 105 yaşsanız bo'ldi. 105 ham kam. Yo'q kerak emas deb hozir to'sataman deb qarg'ish aytavordingiz.
Yezamiz. Marhamat. Siz ham tabriklaringizni bildirib o'tsangiz. Avvalan hammangizga assalomu alaykum deymiz. Ikkinchidan hammaga din sog'lik vaqti xo'shlik deymiz. Mana shu qaynimiz mana shu kamolga yetib, uxlayib, uylanib, hammasini bu boshdan kechirib, mana shu yoshga kelgan ekan, yoshlar bilan muborakbod etamiz. Qo'shqandan qo'sha qaraysiz. Aqtiq chovuqlarni g'ayatini ko'rsin. Yo'g'liqlar shunday nasib etsin. Hammangizga din sog'lik vaqti xo'shlik dileymiz. Vaqt bo'lsinlar hamma. Ag'ay to'g'rilarimizda huzurchiligi mustahkam bo'lsin. Hech vaqt intilmasin hech kim. Hamma vaqt bo'lsin. Cho'tliga o'tir. Cho'tlik kelib yerdan. Rahmat katakon. Marhamat. Enjege, çiçe. Miyansın yönünden de Ruzakan kısmından söyleyecekler. Yılanlar Taşkent'te. Karacım kısmı. Şu üydeki jivoy gülümüzden apparan atam bile ineme dedi. Varsa kulak kalese şakanada yatamam dedi. Sağ olsun, selamet olsun. Kudayım yaşlarda yaşasın. Bizlerin baktığımızdan sağ oluyorsun deyip. Mine gülü. Taşkent'ten gelemen degence sen ne kadar kok kaptı? Yerine misin baba? Atakan da çok oldu da. Uçasana ya bu. Onu kınavası oldu. Ama sarısı yok muydu? Rahmat Rozakan kızım. Baxtlı, uqqan katta qiz bu. Oilanlar ko'p, farzandlar bergay, shularning qiziqlarini ko'rgaysan. Rahmat. Yerlerden, ballardan, aktıklardan, ardından yürüyürgeysin. Hemmemizge baş boyu yürüyürgeysin. Onda yaşlarının köpünü görgeysin. Assalomu alaykum og'aylar. Ota, yubiley yaşınızı bilan tabriklayman. Allohim dunyo turgancha durom. Bizlarga bosh bo'lib yurgaysiz. Enam bilan teng qartashing, akamlarning rohatini ko'rib yurish enam sizga nasib etsin. Tabriklayman yana bir marta. Tabriklayman aka. Xitoydan bergan yaxshi yashab, jamiyatga qatnash bog'larimizni bayontirib. Tabriklayman. Malika. Rahmat katakon. Tashakkur bildiramiz. Doilari bor ekan, Jo'y akamizning keling ularga ham so'z navbatini beramiz. Ular ham chiroyli tabriklarini bildirib o'tsalar. Marhamat. Ma'ruza mı var? Yanma vuruyor. Assalomu alaykum. Enjoy. Dostum, bugün günler tabriklayman. Ko'rib yashaysan. Uyga chiqasan. Mana sevim bilan ko'cha qarib, o'z vaqtdan o'g'illar, qizlarni Biz zaman yaxshi ko'raman dedi. Hazilashamiz. Ko'p yo'qlar edimi? Do'stim imom dedi. Sirtashmi? Sirtash bir o'g'il. Bir bor o'g'il. Doimroq hamma yaxshi kunda quvonchda uchrash masalasi. Shu yerda o'tirgan mana qizlar, og'aylar, xudo-xudoylar hammamizga quvonchlar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Sechrovga nakam yo'g'on. Güzel yaşa. Şey aytın. Rahmat katakon. Rahmat. Memleket kumalar doğrusu 60 yaşlar var. YouTube bölümlerinde sektörde. Bizlarga o'tagan masalan ular tasavvuri vaqt olmay qolganlarga Rahmat, молодец. Zo'r. Geliyor. Şu işemiz. Olmayı. Bu yiber böyle. Ha? Ben görürüm ben. O. Yaşı. Anhazır söyle. Geçende tabriklayman. Ko'p yoshlarga keldim. Bolalarni bosh bo'lib o'zimiz sog'lamalar. Ammo shu to'yga kelib uyimizga
Marhamat Kattakon, tilak bildirgan barchaga tashakkur bildiramiz. Marhamat, jajji qizaloqimiz she'r aytmoqchilar. Marhamat. Kimning bo'lsa buasi, kelar mening havasim, chunki mening yo'q buam, vazal ko'p asar bug'am. Buasi bor bolalar, ko'ngli gulzor bolalar, buvani izzat qilib yashanglar, xizmat qilib. Молодец, katta qiz bo'ling, judayam chiroyli aytdingiz. Tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Ikinci akamizning o'g'illari Abror akadan ham tabriklar eshitsak. Abror aka, marhamat. Assalomu alaykum, hammangizga shukriya og'aylar, yaqinlar. Bugun yuzda bir quvonchli kun. Dadamizning tug'ilgan kuni. Shuni 60 yoshlarga yoshlarga yetirgan. Biz ham baxtimizga sog' bo'lsin, afodida soyimlar biz ham baxtimizga. Shu kun oyog'imda bir qanotim, chap oyog'imda bir qanotim Moskvada etdi, Qozoqda etdi. Bizning orqamizda turgan to'yimiz bor, oilalarimiz. Sog'imiz, boyligimiz bizlarning baxtimizga sog' bo'lsin, otamdan o'ylagan. Tavfiqdan yuzga qo'yib sog' bo'linglar hammamizga. Hammamizga rahmat. Rahmat Kattakon, tashakkur bildiramiz. Menimcha hamma tabriklarini aytib bo'ldi yoki bormi? Kelinlari bor ekanlar. Marhamat. Dada tabriklayman, umringiz uzoq bo'y. Xudoyim baxtimizga barobar bo'lasiz. Haydimizda yurgaysiz. Balansizni tabriklayman. Xudoyim shunday quvonchli kunlar ko'p bo'lsin. Hamisha shuytib, ag'aylar quvonib kelib o'tirgansa kelib o'tirgan. Tabriklayman, opa. Sog' bo'lasiz. Allohim ham kelganda quvonib o'tirgansiz shu. Baba buvijonlarning duosini olaylik, choy ichsalar choyiga shakar novat solaylik. Tabriklayman sizdan. Rahmat Kattakon. Kenjoy aka, o'g'lingiz Ismoil aka biz bilan aloqadalar. Ular ham o'zining tabriklarini yetkazib qo'ymoqchilar. Ismoil aka. Voy. Söylüyorum. Dedangizga xonatimi? Men naqdini esa. Assalomu alaykum hammangizga. Tabriklayman. Sizlarga qardaşlar, bizlarga baxtlar, Xudoning qo'liga bersin. Tabriklayman yana bir marta. Sog' bo'lasiz. Opam tabriklayman. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'lasiz. Ularni yaxshi ko'raman. Sog' bo'lasizlar. Sog'liklar. Rahmat Kattakon, Allohim umringiz uzoq bo'lsin. Yana tabriklash istagida bo'lgan yaqinlarimiz bormi? Rahmat Kattakon. Barma opamiz tabriklarlarmi? Marhamat. Dada, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimiz uzoq bo'lsin. Hatta diyor. Hatta diyor. Hatta. Hatta diyor. Hatta. Kunday tasavvur. Hatta.
Rahmat kattakon tilak bildirgan barchaga o'z tashakkurlarimizni bildiramiz. Ilohim xonadonlaringizda doimo hamisha mana shunday tug'ilgan kunlar, to'ylar bo'lishligi nasib ro'z aylasin deymiz. Shohsona onajonimiz 59 yosh ekanlar, kelasi yil 60 yosh bo'lar ekanlar xudo xohlasa. Lekin 50 yoshga o'xshaysiz, juda ham yosh ko'rinasiz. Buning siri menimcha Kenjoy akamizda bo'lsalar kerak. To'g'ri turmush o'rtoq tanlash bu yosh ko'rinish, baxtli yashashning siri hisoblanadi. Doimo mana shunday baxtli, saodatli bo'linglar va barchani raqslarimizga taklif etmoqchiman. Bugun quvonchli kun, quvonchli sana. Mana shunday kunda faqatgina raqsga tushish, o'ynash, quvonish yarashadi. Shunday ekan, marhamat, Shohsona onajonimiz va Kenjoy otamizni raqslarga taklif etib qolamiz. Onalar oynasın, güllerin kollarına yaylasın. Yanımga kelinglar, duolar beringlar, oynasam yaxshi kunda oynasın. Onalar oynasın, güllerin kollarına yaylasın. Yanımga kelinglar, duolar beringlar, oynasam yaxshi kunda oynasın.
Kanca bulsan ha, pergiler kılan pervaz. Köylü bular bahar yaz, oynan oynamaz gider. Şerle sattıkça perdaz, yalanımız izaz. Engelli yaşlarısaz, oynan oynamaz gider. Oynan oynamaz gider, oynan oynamaz gider. Kara gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy.
Feleği burcunun bir Kur'an varsa haysı sedef burcunun mevher şah varsa haysı hütün ağusın napayı tatarsa haysı çemen zan yanayı günlerse ya söylemana iyi senem kimni sever yarsa ala yüz hey kara yüz hey ala yüz hey kara yüz boy boy Ahmet'ine bende dur bağıra servir ama şirin eyvun çeyirir bağırda çünkü çemen sen
Let's go.
Bugün kayında. Bırakın kesme konuşmayında. Kasmanıza gülmeler. Hamasın sizce birer. Siz fakat bırak biri kayında. Nasıl destekleyin birer. Sanmasın sizce birer. Siz fakat oynayın birin kayında. Oynayın bugün kayında. Bırakın kesme konuşmayında.
Aytmasam olmay turib saqinganimdan Yuragim sezib juda yaman sağındı Selimim aytib barar adam qabulda Yürek sağındı Yürek sağındı Aytmasam olmay turib saqinganimdan Yuragim sezib juda yaman sağındı Selimim aytib barar sol yana aytib barar Yürek sağındı Mana shu bizning kanalimizning quvonchli kunida sherik bo'lib turibsangiz, yana qizim rahmat. Baxtli bo'l. Ishlaring rivoj. Mana shu uzoqdan yaqindan mehmonlar, og'aylar, opalarim, singillarim, xudolarim, jiyanlarim. Mana shu meni quvonchimga sherik bo'lib turibsan, rahmat. Mana sizlardan ham xonadonlar shunday yaxshi kun to'ylarga boryapti. Mana shunday yoshlarning sizlarga da bolalaringizga ko'p tilaklarimni bildiraman. Ko'pini ko'rgansizlar shunday quvonchli kunlardan. Mana aramızda yo'q adamlardan ruhlari shod bo'lsin, akamlar bor edi, opamlar bor edi, ulardan ruhlari jiyanlarim bor edi, xudolarim bor edi. Ulardan ruhlari shod bo'lsin. Taqanlari yaxshi bo'lsin, torpaqlari yumshoq bo'lsin. Mana shu ulardan yetmagan yoshlardan bolalari yetsin, vaqtlari yetsin, kelinlari nevara chevaralarni yetkazib, shunday yaxshi kunlarga mana shu xonadonimizning shunday quvonchli kunda sherik bo'lib hamma og'aylar tabriklab o'tiribdi. Shirksin tashlayveraman. Rahmat kelganlaringizga, sizlardan ham shunday yaxshi kunlaringizga, quvonchlaringizga sherik bo'lish nasib qilsin. Sizlardan xonadonimizda shunday tug'ilgan kunlar, to'ylar, besh to'ylar, joy to'ylar, masjid to'ylar berish nasib qilsin. Shularning quvonchini men ham sherik bo'lib o'tiring. Mana shu farzandlarimiz, ahboblarimizni yetib kelib, kamol etib, ulardan o'sha qiziqlarni ko'rishimizga sizlarga nasib qilsin. Ne deymiz? Mana shu birday quvonchli kun, yaxshi kunlarda uchrashmoq nasib qilsin. Mana shu bizlarning izimizni bosib kelib, bolalarimiz shulardan ham shu yaxshi kunlar, to'ylari ko'p bo'lsin. Bolalarimizning baxtına, kelinlarimizning baxtına bolalari sog' bo'lg'ay. Bunday hayotlarda ko'pini ko'rsin shu bolalarimizga. Bizlar shularning qiziqlarini ko'raylik. Ular yilga chiqqanda bizlar yuzga chiqib shularning qiziqlarini ko'rmak nasib qilsin. Birda yaxshi kun xonadonimizda ko'p bo'lsin. Mana shu bolalarimizning quvonchlarini tayanib, yasanib yashash nasib qilsin. Mana shu meni chet elda mana shu safarda yurgan bolalarim bor, shular ham ko'rib turgan shulardan yaxshi kunlari, to'ylari ko'p bo'lsin. Uzoq umr bersin, bolalari bilan teng qartayib, mana shu bolalarim, aqlarim shunday quvonchli kunlarda ko'pini ko'rmak nasib qilsin. Ne deyman? Hayot bir qiziqlarni ko'raversin. Bizlar ham shu oqshomxona shu mana bolalarday chang'itib yurgan bolalar edi. Mana hayot davom etib kelayotir, mana shu bolalarimiz, aqlarimiz mana shu voyaga yetyapti. Shularning qiziqlarini ko'ryapmiz. Mana shu yoshimiz bir ko'kka bormadik, yil kichkina bolamiz bizlar ham. Shu bolalarning qiziqlarini ko'rish nasib qilsin bizlarga. Opajon, Eshakjon, bobolar, Mustafa, Ayapa, jiyanlar, qizlarim, mana shu hayotning qiziqlarini ko'raveringlar. Hech injilmanglar. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Eldingizda bolalaringiz, aqlaringiz o'ynab ko'rib yursin. Mana shu yoshlarni bergan ekan, yoshlarimiz bizlar bilan uzoq qolaversin. Bolalarimiz bilan qiziqlarni ko'rib, sizlarning oldingizda kelingizda yurish nasib qilsin. Birda yaxshi kun to'ylarda yurgaymiz. Vatanimiz kam bo'lmasin, biri-biridan bir xafa bo'lgan kunimiz yo'q bo'lsin, quvonchli kunlarimiz ko'p bo'lsin. Kelganlaringiz uchun rahmat. Qadamlaringizga gul bitsin. Sizlarning xonadoningizda yaxshi kun to'ylarga bormoq nasib qilsin. Mana shu xizmatda rahmat. Xonadonimizga kelgan xizmatlaringiz uchun rahmat, rozi bo'lasizlar. Yo'qotgan minutlarning, sekundlaringiz uchun rozi bo'lasizlar. O'g'irlari to'lib ketgan shuni. Bolalarim sog' bo'lg'ay, sirtda yurgan. Ulardan qiziqlarni ko'rish, to'ylarga kelish bilan nasib qilsin. Jiyanlarim, singillarim turibdi. Shularning yaxshi kunlarida bir bosh bo'lmoq menga nasib qilsin. Bosh bo'lib turing. Rozi bo'lasizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar, Xudoyim.
Aktuba diyor. Həmmənizə rəhmət, şu qonşuluğunuzga şeir bulub oturğanınız üçün. Şu kelgan qadamlarinizga yetsin. Həmmənizin xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lib, shu bizlar ham yolg'onimizda yo'ldosh bo'lib yuravergaymiz. Rahmat, xo'jayinim sog' bo'lsin, uzoq yashasin, eldimizda sog' bo'lib yursin. Xudoyim Ben seni sevemem diye axir. sog' bo'lsin ya eldimda. Tabriklayman. Yo'q, ayta olmayman. Kendimizden Allah'ımıza razı olasın. Önceki toylarda bundan ham ziyod bo'lishi mumkin. Ana vaqtlarda yosh to'ylari bor elimizda. Sunnat to'ylari bor. Mana shu to'ylarda men bosh bo'lib turib sizlar bir kelib quvonchimon sherik bo'lish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, kelmay qolgan og'aylarimga da rahmat. Ulardan o'zgarish sabablari bor. Ularga da rahmat. Onlayn hisobda olam tabriklab turibdi. Tabriklarni qabul qilaman. Ularning ishlarini rivoj tilayman, oylaridan tinchlik, xotirjamlik tilayman. Vaqt sadat tilayman. Mana shu dehqonchiligimizning barakatini bersin. Yemak ichmak nasib qilsin Allohimiz bilan, ahvolimiz bilan. Shunday quvonchli kunlarimizning chegi bo'lmasin. Kelganlarimiz uchun rahmat. Vaqtlaringizni ayamay mening xonadonimga, sizlarning xonadoningizga shunday yaxshi kunlarga bormoq nasib qilaversin. Rahmat. Rozi bo'lasizlar vaqtlaringizni yig'ib o'tgan. Rozi bo'linglar. Rahmat kattakon. Allohim aytganingiz kelsin xonadoningizda va nafaqat barchaning xonadonida mana shunday yaxshi kunlar, tug'ilgan kunlar, to'ylar bo'lsin va ket uzilmasin deymiz. Hammaga tashakkur aytamiz va xayrlashamiz. Mana shu video YouTube ijtimoiy tarmog'iga qo'yiladi, xudo xohlasa. Ertaga Xosiyatxon official deb yozsangiz chiqadi. Qatiqi bilan yozasiz. Ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Doimo mana shunday yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik. Rahmat kattakon hammaga. Siz meni qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dada.